Ohu, qadrdonlar. Siqadigan joy keldi. Sigir qilaman deganlar, maza qilib boqadiganlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Chorva biznes dunyosi, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Instagram, Telegram orqali biz kuzatib turgan aka-ukalar, qadrdonlar. Hammaga xayrli kun. Bugun 2025-yil 3-iyun, hafta kuniga seshanba. Qadrdonlar, biz bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ganjiravon mahallasida Shahrixon tumani bilan chegaradosh joydamiz aka-ukalar. Bir qadam yoqqa yursa Oltinko'l, bir qadam yoqqa qaytsa Shahrixon bo'ladigan joydamiz. Faryozdin ukamizni xonadonidan xohlasa bugun yetuk bo'g'ozlardan 3 bosh chiroylilardan chiqaramiz, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ysanglar, biz qo'ygan videolarimiz, chorvachilikka oid ma'lumotlar doimiy sizlarga yetib borib turadi. Qadrdonlar, xohlasa biz videoda bir chekkadan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Yozdan yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizsiz? Rahmat. Xo'p, 3ta. 3ta. Nari chekkadan sotmaymiz. Yo'q, u sotilmaydi. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Yo'q, tushunadi. Xo'p. Bunimiz yosh qanaqa, nechinchi qoringa? 4-qoringa. 4-qoringa bo'g'oz. Bo'g'oz 9 oyga kirgan, kuni qolgan. Bo'ldi, kuni qoldi-ya buni. Yuvoshlari hamma yo'g'i zo'r, xohlasa. O'zi ham. Yuvosh turadi, indamaydi mol. Deyishlari hamma yo'g'i yaxshi. Kavsh qaytarib turibdi-man. Mana toza, xohlasa sog'lom, zo'r narsa qadrdonlar, boqaman deganga, sigirim shunaqa bo'lsin deganlarga mana ukalar. Etlari ham zo'r, hamma yo'g'i kelishgan, xohlasa orqa oldilari. Sutini endi aka-ukalar o'zingizlar bilasizlar. Sutini bu o'zingizlarni boqishingizlarga bog'liq. Hamma nimani ham sigirni ham boqilishiga bog'liq aka-ukalar. Yaxshi qaragan, xudo xolasa mehr bergan kam bo'lmaydi. Kami 8 ta 10 ta tepasida sut beraveradi, xudo xolasa. Yaxshi boqsanglar qadrdonlar. Bo'y baslari taxminan aytib ketamiz. Endi bular bo'yiga yoki bir kiloga beriladigan narsa emas aka-ukalar. Bo'g'oz narsa, sigir narsa yoshiga aytiladi. Keyin nechinchi qoringaligi aytiladi, yeb ichishi sog'liklari aytiladi. Necha oylik bo'g'ozligi aytiladi. Ana shuning uchun buni asosan endi shu ma'lumotlarni to'liq beramiz. Bo'y baslari primerna 1.30, 1.25 tepasida. 1.25, 1.30. 1.25, 1.30 atrofida, xudo xolasa. 4-qoringa bo'g'oz. 4-qoringa bo'g'oz. Yetuk. Xudo xolasa 1 oy kuni qolgan. 1 oy ham qolmadi. Idish solishni boshladi. Xudo xolasa oz qoldi. Oz qoldi. Narxini nima deymiz buni? Narxini 24 milliongacha tushib beramiz buni. 24 million so'm. Xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib beramiz. Oddiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Dastavkasini qilib beramiz. Ana shu kelishilgan narx ichida. Kelishilgan narx. Telefon qilishadi, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar qadrdonlar. Vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatidan ko'rib turgan hurmatli obunachilar, bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olib ketsanglar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam telefon qilasizlar, Telegramlarimiz bor, WhatsApplarimiz bor. To'liq videosini, to'liq ma'lumotini santimetr, millimetrgacha hamma yo'g'ini yana bir qator beradi. Undan keyin xudo xolasa narx-navosini kelishib qolsanglar, dastavka qilib yetkazib berish xizmatimiz bor qadrdonlar. Hamma ma'lumotlarni xudo xolasa pastdagi nomerlarimizda bizdan ham ko'ra to'liqroq ma'lumotlarni beradi. Xo'p, keyingi xunajinimiz. Bu qanaqa? Birinchi qoringa bu? Bu birinchi qoringa. Yuvosh, yeyishlari zo'r. Vali nimasi yo'q. Yemasa buni turmaydi ham, eti o'zi. Hamma yo'q zo'r, nimasi yo'q. Sog'lom mol. Kam emas, xudo xolasa etlari. Qadrdonlar. Juda tani toza, chiroyli narsa ekan. Joningiz sog' birinchi qoringa endi rosa yetiltirib qo'yilgan ekanda bu dovosga. Yeb ichishlariga garantiyasini beramiz. Sog'ligiga garantiya beramiz aka-ukalar, qadrdonlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bir hafta tekshirib ko'rib olasizlar. Dogovorda kelishib olasizlar. Hamma narsa dogovorda bo'ladi aka-ukalar. Dogovorda o'zingizlar puxta qilib kelishib, hamma yo'g'ini tekshirib ko'rib olaman uka. Hamma yo'g'ini kelishib olasizlar, aytasizlar, xudo xolasa ukamiz ham savdogar odam. Bir so'm 2 so'm qolsa sotamiz aka-ukalar. Bizda unaqa hali dehqonga o'xshab 30 million, 32 million, 35 milliondan kelinmaydi aka-ukalar. Olgan narximizga 1-2 so'm qolsa bo'ldi, sotiladi. Ana shuning uchun yaqin qilib aytiladi narx-navolar, shunga qarab qadriga yetib pulaverasizlar, xudo xolasa. Buni nima deymiz endi? Buni 26 million kam bor. 26 million so'm. Birinchi qoringa bu. Birinchi qoringa bu. 8 oylikmi? 8 oydan o'tgan. 8 oydan o'tdi, xudo xolasa. Bu ham 1 oy atrofida. Ha, 1 oy. Yoniga 1+1 aksiya deymiz, u yoniga bolasi tushadi, xudo xolasa. Bitta molinglar 2 ta bo'ladi. Sut qatig'i, qaymog'i sizlarni ta'minlaydi, xudo xolasa qadrdonlar.
maza qilib boqaman deganlarga gigant sigir bo'ladiganidan xudo xolasa. Qiziqqanlar. Pastdagi nomerlarga alohida chiqib olasizlar, xudo xolasa. Bo'ylari buniki ham xuddi shunday 1.25, 1.30 atrofida, xudo xolasa. Xo'p, 3-bo'g'ozimiz. Bu nechinchi qoringa? Bu ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Buni ham yuvoshlari yaxshi. Xo'p, oyligi qanaqa bo'ldi buniki? Buniki ham mana shu 8 oy. 8 oyligi. O'tgan ham 8 oydan. 8 oy. 1 oy avvalda tug'adi bu ham. 1 oy hisobini olishyapsizmi? 1 oy hisobini. Qo'y baslari uchovi ham deyarli bir xil. Bir xil uchovi ham. Asha 1.25, 1.30 atrofiga hisobini olasizlar. Endi buni taxminiy mo'ljalni chiqarish uchun bizni Samarqanddan, Jizzaxdan, Toshkentdan, vohadan kuzatib turgan, musofirdan kuzatib turgan aka-ukalar, qadrdonlar buni taxminiy o'lchab, o'zingizlar hisobini chiqarish uchun devorga, misol uchun bitta metrni shunday qo'yib ko'rasizlar, o'zi chiqadi-da, primerda mana 1.30 mana bo'lyapti. Demak, shuncha ekan mol. Bo'y basti shunaqa ekan. Endi sog'liklari, yeb ichishlari, garantiyalarini pastdagi nomerlar aloqa qilsanglar, xudo xolasa yana ham to'liqroq qilib video qilib tashlab beradi Telegramdan yoki bo'lmasa telefonda bitirsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa hozir aytib o'tganimizdek vodiy atrofidan bo'lgan aka-ukalarimiz, qadrdonlar kelib ko'rib olib ketsanglar ham bo'ladi, xudo xolasa. Kelib ko'rib olib ketamiz deganga Fayozni yo'lkirasini ham o'tib beramiz, xudo xolasa. To'g'rimi? Kelib ko'rib olib ketsa ham misol uchun hali hijolat bo'ladigan narsa emas. Nimaga mana shu ko'rsatgan narsamiz sizlarni uylarga borsa ham xuddi shu holatda boradi. Biz olib borib bersak ham o'zingizlar kelib olib ketsanglar ham xuddi shu mol. Qadrdonlar kelgan bitta narsa dogovorlarini qilamiz, xudo xolasa. Dogovorlarni qilganlardan keyin mol kunda issig'ida jo'natilmaydi, xudo xolasa. Kun salqinlaganda kechga tomon mashinalarimiz bor. Mashinalarimiz ham xudo xolasa jahon standartiga javob beradi deymiz, xuddi shunaqa. Oyog'ini ostilari ham hamma yo'g'i xudo xolasa lyuks sharoitda boradi molinglar. Bir joyi urinmaydi, shilinmaydi, chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz, garantiyalarni beramiz qadrdonlar. Xo'p, buni narxini nima deymiz endi? Buni 25 milliongacha o'tib beramiz. 25 million so'm xayri bor-a? Bo'ldi. 25 millionga. Qadrdonlar, telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa. Chorva biznes kanalidan, Umidjonning kanalidan videoni ko'rdik, telefon nomeringizni oldik. Fayozdan bitta video qilib tashlab bering, matlarni ko'raylik, mana bu molni ko'rsating deysizlar, xudo xolasa yana ham chiroyli qilib videolarni qilib ko'rsatadi. Mana undan keyin dogovorni qilib kelishib qolsanglar, inshaalloh aytgan joylarga yetkazib olib borib beramiz, qadrdonlar. Xo'p, mana shu o'rtadagi necha-da? Bitta yurish turishlarni bir ko'rsataylik. Qadrdonlar, yurishlarga baho berasizlar, g'olibdan. Shuni qaranglar, sekin yetadi. Tez ketib qolmasa, yaqindan ko'rsataylik. Mana qadrdon orqa omillarni ko'raylik. Majin novvosdan kam joyi bo'lsa, bir dona kam joyi bor, endi unisini aytmaymiz. O'ta go'zal narsa qadrdonlar. Yuring, yetadi. Qo'chish kelib, aylantirib ko'rsataylik uni. Sigir qilamiz deganlarga tavsiya qilamiz. Sigiring bormi desa bor deydi. Bitta aylantirib yaxshitdi. Turishlarga baho beradi qadrdonlar. Hayat bu turishlar. Sifatiga pul berasizlar, ukalar, sifatiga. Buni bitta narsa, qadrdonlar, bitta narsani hisobga olib qo'yasizlar. Olishni sotishi ham bor. Hamma narsani hisobga olinglar. Bu molni qachon bozorga olib chiqsanglar, xudo xolasa tolamon bo'ladi. Qo'linglar bo'shamaydi, bir savdodan qo'linglar bo'shamaydi, xudo xolasa bitta chiqsa 10 ta ishqi voz tayyor turadi bunaqa molni. Ana shuning uchun olayotganda hamma yo'g'iga e'tibor beringlar. Sifatiga baho berasizlar, xudo xolasa. Qiziqqanlar, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Bo'ladigan ishda bo'lgani yaxshi, bo'lganda ham tez bo'lgani yaxshi. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar, xudo xolasa. Bo'ladigan ishda o'zi yo'q. Bitiramiz qadrdonlar. Qiziqqaniga beramiz, xudo xolasa. Fayozni. Xudo xolasa qiziqqaniga beramiz. Telefon qilaverasizlar. Yetadi. Yana bir ko'rsataylik. Ohu, qadrdonlar. Qodigan joyi keldi. Sigir qilaman degan, maza qilib boqadigan variant, xudo xolasa. Xo'p, qadrli obunachilar, ketkizgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Obuna bo'lmaganlar, bittadan obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yasizlar. Biz doimiy sizlar uchun harakatdamiz. Chorvachilikka oid ma'lumotlar, bozor narx-navolari, hammasi to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz. Xudo xolasa obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etib tursanglar,
doimiy sizlar bilanmiz. Chorva biznesi dunyoda birinchi raqamli biznes. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrdonlar.